Men sizlarning kayfiyatinglarni aynan mana shu qarsagilar orqali his qilaman va bu menga juda ham kuchli energiya beradi. Va mana shu jannat kasb egalarini faqat har xil ko'rinishda biz doim kuzatamiz. Ya'ni kimdir mana bu darajada, kimdir o'rta darajada va kimdir yuqori darajada. Bizni Alloh roziligi yo'lida oldimizga qo'ygan eng oliy maqsadimiz mana shu halol kasb egalarini hammasini muvaffaqiyatli brendga aylanishlarini ta'minlash va Alloh izni bilan albatta biz bir sababchisi o'laroq sabablariga to'g'ri bog'lanishliklar uchun bir yo'l boshlovchi sifatida xizmatinglardamiz va shu bilan birgalikda muvaffaqiyatli brend bo'lishni bilaman. Har bir tikuvchi mana shu kasbni egallashni niyat qilgandan boshlab bitta maqsad yo'lida mehnat qiladi. Ya'ni qachonlardir men ham shunaqa muvaffaqiyatli brend, mashhur dizayner bo'lishni xohlayman va o'zimni g'oyalarim orqali yaratgan liboslarimni ommaga namoyish etishni xohlayman degan juda ham bir kuchli va oliy maqsad bilan shu sohaga kirib keladi. To'g'rimi? Fikrimga qo'shilasizlarmi? Va mana shu maqsad orzu deylik, boshini mana shu orzu keyin maqsadga aylanadi. Maqsadlar esa bizlarni har doim harakatga undaydi. Mana shu harakat jarayonida bizda harakatlarimiz ikki turga bo'linar ekan. To'g'ri harakat va noto'g'ri harakat. Lekin hamma harakat qiladi. Harakatdan hech kim to'xtab qolmaydi. Faqat to'g'ri harakat qilib, sabablariga to'g'ri bog'lana olgan insongina qachonlardir orzu qilgan maqsadlariga albatta erishar ekan. Lekin to'g'ri harakat qilmasdan, to'g'ri harakat qilgan insondan ham ko'proq harakat qilib, faqat noto'g'ri harakatlarni evaziga o'zini vaqtini, energiyasini va qolaversa pulini ham noto'g'ri sarflashlikni evaziga oradan 10 yil, 15 yil, 20 yil, 30 yil o'tsa-da 30 yillik tikuvchiman, 20 yillik tikuvchiman deyishiga qaramasdan, lekin ko'p mehnat qilib kam pul topadi. Fikrimga qo'shilasizlarmi? Men aynan mana shu ikki turga bo'linadigan harakatni bitta harakatga aylantirmoqchiman. Ya'ni necha yillik tajribaga ega bo'lishinglardan qat'iy nazar, sizlar maqsadinglar sari harakatlanayotgan insonsizlar. Men mana shu harakatinglarni to'g'ri harakatga aylantirish uchun men ham to'g'ri harakat qilishga harakat qiladigan insonlardan biriman.